Muzaffarxon qorini dadalarida 30 ta haqlari bor-da, o'rtog'imi. Qiyomatda boshiga toj kiygiziladigan odamlar yonida o'tiribman hozir. Inshaalloh. Haftadan beri mahalliga. O'rtoqlarim bilan mana. Hali endi nimaga olyapti turganimda yo'qligingizni bilmay ovorib o'rta hammani. Muzaffarxon o'rtog'im. Mana Mo'silga pul to'lab kelgan. Nima deysam, to'laganman deydi. Mo'silga ham to'ladim deydi. Ajoyib bo'lib, chirim bo'lib o'tirishibdi. Shokir akaning uyimi, o'shani uyga buni Ahrorxo'ja shattamisiz? Ha, mana borib keldi. Abronjon, Robjon. Zafarxonda o'tirdim. Qaysi? To'rov taraf ham tog' ekan. Yil bo'ldi ko'rmagan. Niberni fabrikani ichida bir ishim bor edi, bir borganimda 7-8 yil ham bo'ldi. Qo'ydim aka bilan o'sha yerda. Ha, meni qo'shib qo'yibsiz gruppaga. O'zi gruppani o'zim tuzganman, chiqib ketib qolibman. Orib bo'y tushmayapti, orib bo'y. Bo'llar. Salini daraxtlar arasidan tushyapsizlar-da endi, Robjon. Bahromjonchi? Bor, Bahromjon bor, ham yuribdi. Bahromjon endi u Dayvoda ishlagan balada, Muzaffar aka.